aka-ukalar, xudo xolasa 6 dona. Xudo xolasa o'ta go'zallardan so'raganlarga mana o'ta go'zallari keldi, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa hammasi ekitish, mana shu bitta o'rtadagi bor 6 ta, 100 ta. Qolgan hammasini ekitish 4 tish. Hurmatli obunachilar, zo'ridan boqaman deganlarga mana qo'chqor bo'lsa qo'shib olaverasizlar. Ya'ni bo'g'oz qisirligiga garantiya berilmaydi. Bo'y baslari 80-85 atrofida, hurmatli obunachilar. Lekin kichkina qo'y emas, hammasi o'ta yirigidan so'raganlar. Zo'ridan boqaman deganlarga o'ta go'zallar. Aka-ukalar. Buni xudo xolasa qo'y baslaridan nimalarni aytib o'tdik. Yoshlarini kimga ma'qul bo'lsa, xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Borib ko'raman degan odamga lakasa tashlab beriladi. Lekin qo'ylar kichkina qo'y emas, hurmatli obunachilar. Mana ko'rishlari mumkin. Lekin hammasi o'ta tiniq, o'ta go'zalidan so'raganlar. Mana soni 6 dona. Xudo xolasa bularni bir joyga bo'ladigan narxi, hurmatli obunachilar, 7 million 200 ming so'mdan dastlabki narxi beriladi. Mana kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz. 7 million 200 ming so'mdan dastlabki Samarqandga to'laydi, hurmatli obunachilar. Mana o'ta go'zallardan so'raganlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videolarimiz xato kamchiliklarimiz oldindan uzr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Alashan Afsarish bozlari, aka-ukalar. Video syomkalar Namangan viloyat, Namangan tumani, Teparon shahrida olib boryapmiz. Ya'ni o'zimiz xonadondan hurmatli obunachilar, aka-ukalar, hafta kuniga seshanba 2026-yil 30-iyun. Kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Videolarimizni boshladik. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa bugunga 3 dona, 2 dona urg'ochi. Mana urg'ochlarimiz xudo xolasa dumba razdarajam tikka, xudo xolasa urg'och. Bunisi ham mana bu ham o'ta klass. Zo'ridan boqaman deganlarga mana xudo xolasa mana hammasi qo'zi, mana yuzlari. Mana bunisi bu ham urg'ochi, xudo xolasa. Bitta qo'chqorchasi, hurmatli obunachilar, mana qo'chqorchani kassaylarga yaxshi ahamiyat berasiz. Xudo xolasa o'ta polvon. Zo'ridan boqaman deganlarga mana qo'chqorda ham kallasi o'ta go'zal. Xudo xolasa bularni bo'y baslarini qo'ldan kelgancha o'lchab ko'rsatib beramiz. Aka-ukalar, mana yerdan xudo xolasa qo'zi qo'chqorimiz. Mana chiqqaniga olaverasizlar. Mana bunisi ham qo'ying. Mana yerdan. Hurmatli obunachilar, metrimiz vichaniyda turibdi. Mana chiqqaniga olaverasiz, xudo xolasa. Lekin hammasi qo'zi. Ikkita to'xli variantda so'raganlar. Hurmatli obunachilar, mana yerdan ko'rishlari mumkin. Chiqqaniga olaverasiz, hurmatli obunachilar. Tishyormagan, xudo xolasa qo'chqorimizni qulam bitta o'choq bilan qo'chqordi. Ikkinchi kalsodan hurmatli obunachilar, mana qulog'i 19 pilsga olaverasizlar. Xudo xolasa 7 ishdan muammosi yo'q. Hammasini xudo xolasa yosh oyliklari 7-8 oylik. Ash qo'chqorni yechib turibdi, ko'rsating, oldindan ko'rsatib qo'ying qo'chqorni. Hammasini birma-bir qo'ldan kelgancha to'liq obzorni berishga harakat qilamiz. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lish esdan chiqmaydi, hurmatli obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, qo'chqorimiz xudo xolasa o'ta go'zal, toza oq yuz, mana o'zi to'laydigan variantida. Mana ko'hraklar, hurmatli obunachilar, mana ko'rishlari mumkin. Uzoqdan ham ko'rsatyapman. Mana quloqlari ham. Quloq joylashuvlari xudo xolasa o'ta cho'tki. Tomirlariga juda joyida, juda kelishgan. Mana qo'chqorimiz. Qo'l baylaring olmagan buni. Obunachilar, mana xudo xolasa qo'ylarimizni yurish-turishlari, xudo xolasa hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Xudo xolasa yedishdan umuman muammosi yo'q. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz, xudo xolasa videoni o'tkazarmasidan oxirida ko'raman, yana bir partiya chiqadi. Bundan ham go'zallari chiqadi, xudo xolasa. Mana
qo'shqarga bitta like bosib qo'yasizlar. Ketdik ikinchi tarafga.